Muhammad o'sha yetimcha Allohning payg'ambari ekanmi? Quraysh sayyidlari bizga qarshi chiqishsinmi? Ota-bobolarimiz tutgan dindan yuz o'giraylikmi? Aqldan ozib qolibdi. Kim ham unga ishonardi? Men sizga ishonaman. Islomdagi birinchi iymon keltirgan zot Xadicha onamiz edilar. U Makkaning boy va badavlat ayollaridan edi. Unga ko'pchilik zodagon erkaklar turmush qurish taklifini berishgan. U esa qalbini hech vaqosi yo'q yosh yigitga ochdi. Muhammad al-Amin. Xadija oddiy ayol emasdi. U islom uchun o'zidagi bor narsalarni baxshida qildi. Vafot etganidan so'ng ortidan hech qanday mol dunyo qolmadi. Ammo u uchun jannatning eshiklari doimo ochib qo'yildi. Bir kuni Jabroil alayhissalom payg'ambar oldilariga xushxabar bilan keldi. Xadija kelgach, unga Alloh taolodan salom aytib qo'ying va mendan ham. Va unga jannatdagi durlardan yasalgan qasr xushxabarini bering. U yerda shovqin ham, charchab qolish ham yo'q. Ushbu hikoya payg'ambarning yodida butun umr qolgan ayol haqida. Payg'ambarga birinchi bo'lib iymon keltirgan. Islom uchun bor budini qurbon qilgan. Xadija roziyallohu anha qissalari. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamkorlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. Cho'lning o'rtasida, baland tog'lar orasida Makka degan shahar bor edi. Bu shahar Ka'ba soyasida yashardi. Tongdan tunga qadar o'tayotgan karvonlarning ovozi aks sado berib turardi. Ana shu shaharda Qurayshning eng obro'li va badavlat savdogarlaridan biri Huvaylid yashar edi. Uning rafiqasi Fatima oliy janob oiladan bo'lib, o'zining nafisligi va nafosati bilan ko'pchilikni hayratda qoldirgan edi. Bir kuni Alloh ularning oilasiga qiz farzand berdi. Qizaloq kutilganidan biroz ertaroq tug'ildi. Huvaylid qizchani qo'liga oldi va uning jajji ko'zlariga qarab jilmaydi-da, uning ismi Xadija bo'ladi. Bu ism erta tug'ilgan degani dedi. Xadija Makka shahrida, gavjum savdo hayotining markazida, zodagon oilada o'sadi. Uning otasi ulkan karvonlar tashkil qilib, uzoq o'lkalarga mol chiqarish bilan shug'ullanardi. Xadija esa yoshlik chog'laridanoq mana shu manzaralarga guvoh bo'lib o'sdi. Vaqt Makkaning yonayotgan qumlari oralab o'tib borardi. Zodagon oilaning oliy janob qizi Xadija go'zal bo'lib voyaga yetdi. Uni tengqurlardan ajratib turgan narsa Qurayshning zodagon oilalarining biridan ekanligi emasdi. Uning boshqalardan eng katta farqi toza qalb egasi ekanligida edi. Zamonining yovuzliklaridan xoli edi. Lot, Manot va Uzzo butlarining nomlari kundalik hayotga singib ketgan bo'lsa-da, Xadijaning qalbi hech qachon, hatto bir marta bo'lsa ham o'sha jonsiz toshlarga talpinmadi. Makka aholisi uning noto'g'ri ishlardan ta'sirlanmagan sof fe'l-atvori va qalbining pokligini tasvirlash uchun uni birgina nom bilan atashardi. At-Tohiro, pok ayol. Yillar o'tib, Xadija turmush qurish yoshiga yetganida, u Makkaning zodagon yigitlaridan biri Abu Xala bilan turmush qurdi. Ikkalasi ham boy oiladan edilar. Ularning birlashuvi Makkadagi eng hurmatga sazovor turmushlardan biri bo'ldi. Farzandlar tug'ilib, uylari quvonchga to'ldi. Ammo bu quvonch uzoqqa cho'zilmadi. Nikohdan bir necha yil o'tib, Abu Xala vafot etdi. Vaqt o'tgach, Xadija jarohatlarini unutib yashashda davom etdi. Kunlardan bir kun uning yo'llari Atiqning yo'llari bilan kesishdi. Hayotga bo'lgan umidi boshqatdan paydo bo'ldi. Atiq ham Makkaning boy badavlat oilalaridan edi. Ularning turmushidan bir bola dunyoga keldi. Hayot yana o'z iziga tusha boshlagan bir paytda Xadija Atiqning vafoti bilan yana bir bor o'sha azobga duch keldi. Yosh boshi bilan ikkinchi bor turmush o'rtog'idan ayrilganidan so'ng Xadija hayotidagi eng og'ir sinovni boshidan kechirayotganini his etdi. Ammo mana shu qiyin kunlar uni eng barakali turmush uchun tayyorlayotgan edi. Qancha qiynalsa ham bolalari uchun sobit turishi kerak edi.
Hadijaning hayotida yangi sahifalar boshlandi. Bir tomondan turmush o'rtog'ini yerga ko'mishdek og'ir judolik, boshqa tomondan esa bolalarni bir o'zi katta qilishi. Qalbidagi jarohatlari bitmay turib, u o'zini judayam katta boylik va meros qolgan karvonlar ichida ko'rdi. Otasidan o'rgangan tajribalariga asosan ushbu ishga astoydil bel bog'lab kirishdi. Vaqt o'tgach, Hadijaning nomi savdo maydonida hurmat bilan tilga olina boshladi. Uning mollari Damashq bozorlari, Yaman sohillari hamda Hijozning uzoq burchaklarigacha yetdi. Hadija bilan savdo qilgan odam hech qachon yutqazmaydi. Kunlardan bir kun Hadija Damashqqa boradigan katta karvonni tayyorlayotgan edi. Tuyalarga yuk ortilgan, mollar tartiblangan, hammasi deyarli tayyor edi. Bir narsa, karvonga bosh bo'lish uchun halol inson yetishmas edi. Makka ko'chalarida hammaning og'zida bir kishining ismi aytilardi. Bu ism Hadijaning qulog'iga yetdi. Muhammad al-Amin, ya'ni ishonchli Muhammad degani. Quraysh odamlari bu yigitning go'zal yuzi va chiroyli xulqi bilan tanir edi. Ana shu yigit Muhammad alayhissalom yoshligidan cho'ponlik bilan shug'ullangan. Minglab podalarni tog'lar ichida boshqarib bir o'zi yurgan. Amakilari bilan karvon savdosiga borganida savdogarlik ilmlarini o'rgangan edi. Rasululloh so'ziga sodiq kishi sifatida tanilgan bo'lib, savdoda ham juda halol kishi edi. U zotning ishonchliligi shu darajaga yetdiki, odamlar o'z mollari va pullarini hech bir ikkilanishsiz u kishiga ishonib topshiradigan bo'lishdi. Hadija bir qarorga keldi. Vaqtni zoya qilmay Muhammad al-Aminga xabarchi yubordi. Unga keyingi katta karvonning boshchiligini taklif qildi. Safarda unga yordam berib, doim yonida bo'lsin deb sodiq xizmatkori Maysarani ham u bilan birga jo'natdi. Payg'ambar taklifni qabul qildi. Muhim tarixiy voqeaga sabab bo'ladigan safarga tayyorgarlik boshlab yuborildi. Tuyalarga yuk ortildi, mollar tartiblandi va ko'p o'tmay Makkadagi eng katta karvonlardan biri Damashqqa qarab yo'l oldi. Karvon boshida Muhammad alayhissalom borardilar. Yonlarida esa tajribali Maysara. Cho'lning jazirama quyoshi ostida o'nlab tuyalar qum ustida sekin harakatlanishardi. Kunlar o'tdi. Minglab chaqirim masofalar bosib o'tilgach, nihoyat Damashq yerlariga yetib borildi. Ular bir rohibning kulbasi yonidagi salqinlik daraxtlar soyasida dam olish uchun to'xtashdi. Rohib biroz kuzatib Maysaraning oldiga keldi. Ana u daraxt tagida o'tirgan yigit kim bo'ldi? Bu yigit Quraysh qavmidan. Uning ismi Muhammad. Muhammad dedingizmi? Bilasizmi, ana shu daraxtning ostida payg'ambardan boshqa hech kim o'tirmagan. Maysara turgan joyida qotib qoldi. Yuragi dukkillab ura boshladi. Ko'zlari Muhammadga tushdi. Maysara eshitgan gaplardan ta'sirlandi. Safar davomida uning e'tiborini bir narsa tortib turardi. Kun yarmida cho'lning havosi ayni qizigan payt osmonda bir bulut paydo bo'ldi. Muhammad alayhissalom tuyasida ketar ekan, o'sha bulut ortlaridan ergashdi. Xuddiki u zotga soya qilish uchun jo'natilgandek. Shundan so'ng Maysara har safar payg'ambarimizga boshqacha ko'z bilan qarardi. Bu inson boshqalarga mutlaqo o'xshamaydi. Makkaga kelishgach, Maysaraning yuzidagi quvonch sezilib turardi. Hadijaning oldiga borib, karvondan kelgan daromad haqida ko'p gapirib o'tirmadi. Unga ko'rganlarning hammasini, rohibning so'zlarini va safarda Muhammad alayhissalomning qanchalik halol bo'lganini aytib berdi. Hadija eshitganlardan ta'sirlandi. U Makkadagi eng hurmatli ayollardan edi. Boy badavlat erkaklar unga uylanish uchun bir-birlari bilan musobaqa qilishardi, ammo u bunga qiziqmas edi. Toki Muhammad alayhissalomni uchratmaguncha. Hadija nihoyat uzoq vaqtdan beri izlagan ishonchli va halol insonni topgani sabab endi uning qalbida hech qanday shubha qolmadi. Hadija eng yaqin dugonasi Nafisani Muhammad bilan gaplashib qalbida nima borligini bilish uchun jo'natdi. Nafisa uning aytganini qildi. Hadija, Muhammad bilan gaplashdim. Undan birdaniga sizni uylanishdan nima to'sadi dedim. U esa uylanish uchun hech qanday mol dunyoyim yo'q dedi. Ana shunda bildimki, ikkingizning o'rtangizda hech qanday to'siq yo'q ekan. Men agar aytgan narsalaringiz berilsa
va sizga boy, go'zal, obro'li ayolga uylanish taklif qilinsa, qabul qilarmidingiz, dedim. U menga hayrat bilan qaradi-da, kim ekan u, dedi. Keyin sening ismingni aytdim. Huvaylidning qizi Xadija. U hayratdan jim bo'lib qoldi. Keyin qanaqasiga deb so'radi. Men esa bu yog'ini menga qo'yib bering, dedim. Shunda u, unday bo'lsa, qabul qilaman, dedi. Mana shundan keyin payg'ambarimiz tarbiya qilgan amakilari bilan ushbu masalada gaplashdi. So'ngra Abu Tolib va Xadijaning amakisi Amr ibn Asad o'zaro gaplashib olishdi. Ukamning Muhammad ismli o'g'li bor. Bilasizmi? Quraysh ichida hech bir yigit unga teng bo'la olmaydi. Ey Quraysh qavmi, oilamiz nomidan ushbu nikohni jon deb qabul qilaman. Guvoh bo'linglar. Men Huvaylidning qizi Xadijani Muhammad ibn Abdullohga turmushga berdim. Bu holat ikki qalb birlashuvining o'zigina emasdi. Bu ummatning ibtidosi edi. O'sha kunda 40 yoshli Xadija va 25 yoshli Muhammad chiroyli holatda oila qurishdi. Makkaning zodagon ayoli va erkaklarning eng ishonchlisi. Ammo bu oddiy oila emasdi, balki yer yuzidagi eng barakali oila edi. Ana shu uy ichida risolatning ilk nurlari porlaydi. Bu uyda jannat ayollarining xonimi Fatima, ilm darvozasi Ali va payg'ambarning muborak oilasi qo'nim topdi. Ana shu kundan boshlab bu uydan chiqqan nur butun dunyoni yoritadi. Bu uyga kirganingizda Makka shovqini, ochko'zligi va bezovtaligi yo'qoldi. Faqatgina so'z bilan ta'riflab bo'lmas xotirjamlik bor. Payg'ambar alayhissalom Xadijaning ko'zlariga qarab diqqat bilan eshitib o'tirardi. U bilan tez-tez maslahatlashib, fikrlarini maqtab turardilar. U payg'ambarimizga xotirjamlik baxsh etardi. Xadija esa u hech qachon tanqid qiladigan yoki shikoyat qiladigan ayol bo'lmagan. U payg'ambarimizni mehr-muhabbat bilan o'rab olib, doim yonlarida turar edi. Vaqt o'tgach, ana shu uy yana bir bor quvonchga to'ldi. Xadija birinchi chaqalog'i kichik Qosimni qo'llariga oldi. Payg'ambarning ko'zlaridagi xursandchilikni ko'rish uning qalbini quvonchga to'ldirdi. O'sha kundan boshlab odamlar payg'ambarimizni Abul Qosim deb atay boshlashdi, ya'ni Qosimning otasi. Ammo xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. U bilan uncha ko'p birga bo'la olishmay turib, Qosim vafot etdi. Tug'ilganiga bir necha yil bo'lgandi xolos. Xadijaning qayg'usini so'z bilan ifodalab bo'lmas edi. Sevimli o'g'li endi qo'llarida emasdi. Farzandini endi ortiq hidlay olmasdi. Bag'riga bosib, bolasining taftini his qila olmasdi. Ona uchun bolasidan judo bo'lishdek og'ir sinov yo'q. Payg'ambarimiz sevimli farzandini yerga ko'mar ekan, qattiq og'riqni his qildi. Ammo qayg'u shu bilan tugamadi. Qosimdan keyin endi tug'iladigan o'g'illari ham birma-bir olamdan o'tishdi. Xadija hali ham yuragida o'sha og'riqni his qilar va ko'z yoshlari bilan Rasulullohdan so'rar edi. Ey Allohning rasuli, ular endi qayerga ketishdi? Ko'zlarida yosh bilan payg'ambarimiz, ular jannatda derdilar. Ikki farzandidan ketma-ket judo bo'lish. Ikki kichik janoza. Farzandingizni so'nggi bor qo'lingizda ushlab turish. Uning chiroyli yuzini ortiq ko'rmasligingizni bilish. Ona uchun bundan ortiq judolik bormi? Bu judolikni so'z bilan ifodalashning iloji yo'q. Yurakni tilka pora qiluvchi judolik. Juda ko'p ota-onalar mana shunday sinovga duch kelishadi. Bu shunchalar og'ir sinovki, ko'zlariga keng dunyo tor bo'lib ketadi. Yuraklaridagi bo'shliqni hech nima to'ldira olmaydi. Ana shunday paytlarda Allohning va'dasi insonga kuch beradi. Ular abadiy yo'q bo'lmaganlarini bilish, shunchaki boshqa olamga o'tganlarni tushunish, yoshligida vafot etgan bolalar jannat qushlari bo'lishi, eng yaxshi joylarda yashashlari va kun kelib judolik o'rnini didor egallashi yoqimli. Bu inson qalbiga oro beradi.
Ha, dunyoda ayriliq bor. Ammo abadiy uyimizda yo'qotganlarimizni topamiz va boshqa umuman ajralmaymiz. Balki ko'z yoshlar to'liq qurimas, ammo inson qalbida umid doim mangu. Lekin bunga qaramay baribir bir savol xayolga kelaveradi. Nega men? Ammo Robbimiz shunday deydi. Sizdan avval o'tganlarga kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmasdan turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Bu oyat bizga shuni uqtiradiki, bizdan avvalgilar ham mana shunday sinovlardan o'tganlar. Eng ko'p sinovni Allohning habibi Muhammad va uning ayoli Xadija boshlaridan kechirishgan. Ular bizga farzandini yo'qotgan qalb parchalanib ketgan bo'lsa hamki, ruh o'z Robbisiga taslim bo'lishini ko'rsatib berganlar. Uning muborak ko'zlaridan oqayotgan yoshlar siz to'kayotgan ko'z yoshlarning tabiiy ekanligining eng yorqin isboti bo'ldi. Bu insonga xosdir. Ularning hayoti eng og'ir sinovlarda ham iymonni mustahkam saqlab qolish mumkinligining isbotidir. Farzand judoligining og'irligi hali ketmagan edi. Ammo tez orada uylari chaqaloq kulgusiga to'ldi. Birma-bir Xadija farzandlarini bag'riga bosdi. Zaynab, Ruqya, Ummu Kulsum va Fatima. Rasululloh va Xadijaning uylarida so'z bilan ta'riflab bo'lmas sakinat bor edi. Ammo Makka ko'chalaridagi har turli zolimlik va ular ko'rgan har turli adolatsizliklar yuraklardagi o'sha eski dardlarni qo'zg'ardi. Buni ko'rib Xadijaning yuragi qattiq og'ridi, ammo Muhammad alayhisalomning yuragi tilka pora bo'layotgan edi. Makkaning tashqarisida joylashgan Nur tog'ida kichik bir g'or bor edi. Hiro g'ori. Shaharning shovqinidan yiroqda bo'lib, ichi tinchlik va sukunatga to'la edi. Ana shunday qorong'u kunlarda payg'ambarimizning yuraklari siqilib ketganida u zot o'sha g'ordan qo'nim topardi. Xadija bundan shikoyat qilmasdi. Savolga ham tutmasdi, faqat jimgina sabr qilardi xolos. Makkaning zodagon ayollaridan biri bo'la turib, jazirama quyosh ostida Hiro g'origa qarab ketardi. Tepada quyosh kuydiryapti. Oyoq ostidagi toshlar esa oyoqni kesadigan darajada. Qo'llarida esa suyukli yori uchun suv va yegulik olib ketardi. Va u har bir qadami bilan go'yo tog'dagi muborak hamrohiga siz yolg'iz emassiz, men shu yerdaman deyayotgandek edi. Bu yo'lda onamiz holdan toygudek charchasa ham bularning bariga bir narsa sabab e'tibor qilmasdi. Bu uning yuragida turmush o'rtog'iga bo'lgan chuqur sevgisi va mehr-muhabbati edi. Kunlar o'tishi bilan Xadija erining yuz ifodasidagi o'zgarishlarni seza boshladi. Payg'ambar alayhissalom 38 yoshga to'lganlarida u ba'zan chuqur o'yga cho'mib qolardi. Bir kuni uylarida o'tirishar ekan, bir voqea sodir bo'ldi. Muhammad alayhissalomga bir kishi ko'rindi. Yuzlaridagi o'zgarishni ko'rgan Xadija yorining oldiga borib, uni qattiq bag'riga bosdi. So'ngra boshlarini ko'tarib shunday dedi: "Endi ko'rdingizmi?" Allohning elchisi yo'q deb javob berganlarida Xadijaning yuzidagi xavotir yo'qoldi. Uning qalbini chuqur yengillik hissi qamrab oldi. Xavotiri xotirjamlikka aylandi. Bu shayton emas. Bu farishta. Mana shu yo'sinda kunlar ketidan oylar o'tdi. Xadija payg'ambarimiz boshidan kechirayotgan boshqa voqealarni eshitar ekan, uning qalbida chuqur hayrat paydo bo'ldi. Chunki u kishiga sodir bo'layotgan voqealar oddiy narsalar emasdi. Nihoyat 610-yil keldi. Osmonda yulduzlar xuddi chiroqdek ilinib turardi. Muhammad alayhissalom yana o'sha Hiro g'orida yolg'iz o'tirardilar. Tun qorong'usida Nur tog'i sukunat bilan Robbisi buyurganidek turar edi. Ha, asrlar davomida kutilgan daqiqalar nihoyat yetib keldi. Xuddi butun koinot nafasini yutgandek edi. Osmonlar ana shu birinchi kalimani kutishardi. Ana shu paytda g'or sukunatini buzib bir ovoz paydo bo'ldi. O'qi. Allohning payg'ambari qo'rquvdan titrab, "Men o'qishni bilmayman" dedilar. Ovoz egasi uni qattiq siqdi va yana buyurdi: "O'qi." Yelkalaridan tog' bosib turgandek og'ir bo'ldilar. Tanalari titrab, qisqa nafas olar edilar.
So'ngra qudratli ovoz shunday dedi: Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi va Robbing eng karamlidir. U qalam bilan ilm o'rgatdi. U insonga u bilmagan narsani o'rgatdi. Payg'ambar alayhissalom ushbu oyatlarni titroq lablari bilan qaytarar ekanlar, bu oyatlar qalblariga jo bo'ldi. So'ng Jabroil g'oyib bo'ldi. G'or yana sukunatga cho'mdi. Ammo avvalgidek sukunat emasdi bu. O'sha kuni payg'ambarimiz Hirodan tushib kelar ekanlar, avvalgi holatlariga o'xshamas edilar. Yuzlarida qo'rquv bor edi. Yuraklari qattiq urardi. Shoshganlaridan oyoqlari tosh ustida sirg'anib ketdi. Qattiq titrardilar. Ko'rgan narsalari u zotni tashvishga solgan edi. Faqat bir narsani istardilar: uylariga borib, Xadijaning oldiga kirish. Zo'rg'a nafas olyaptilar. Uyga kirganlarida Xadija uni ko'rdi. Ichkariga xuddi bir nimadan qochgandek kirdilar. Titroq tovushda shunday dedilar: "Meni o'rab qo'ying, o'rab qo'ying." O'ylab o'tirmay Xadija oldilariga shoshdi. U kishini o'rab qo'ydilar. Biroz o'tib payg'ambarimiz gapira boshladilar. "Qo'rqyapman, ey Xadija, menga biror yomonlik yetdi shekilli." U shunday javob berdi: "Allohga qasamki, hech nimadan qo'rqmang. Alloh sizni tashlab qo'ymaydi. Siz doim to'g'ri so'zlaysiz. Yaqinlaringizga mehribonsiz. Bechoralarga yordam berasiz. Mehmonlaringizga xushmuomalasiz. Alloh sizni tashlab qo'ymaydi." Xadija payg'ambarimizni amakisi Varaqa ibn Naffal oldiga olib bordi. Varaqa qari kishi edi. Sochlari oqarib ketgan, ko'zlari esa ko'rmay qolgandi. Ammo u kuchli olimlardan biri bo'lgan. Hayotini qo'lyozmalar o'qishga sarflagan edi. Tavrot, Injil va so'nggi payg'ambarning chiqishini kutayotgan edi. Payg'ambarimiz unga hammasini so'zlab berdilar. Varaqa u zotning aytayotgan har bir so'zlarini diqqat bilan tingladi. Uning har bir so'zi unga qattiq ta'sir qildi va yuzida ham hayajon, ham jiddiylik aks etdi. Varaqa: Xush xabar. Bu o'sha Musoga ham yuborilgan Jabroil farishta. Siz ushbu zamin payg'ambarisiz. Ammo shuni bilingki, qavmingiz sizga qarshi chiqadi. O'z uyingizdan ketishingizga majbur qilishadi. Hammasi butkul o'zgaradi. Ilk vahiyning zavq-shavqi hali yangi edi, ammo vahiy qaytmadi. Payg'ambarimiz xavotirda edilar. Mana shu kutish davrida Xadija onamiz payg'ambarimizga kuchli madad bo'ldilar. So'ngra bir kun kutish davri tugadi. Allohning elchisi yana bir bor vahiy qabul qildilar. Juda kuchli nur bilan Jabroil alayhissalom paydo bo'ldilar. Bu safargi buyruq aniq edi. Ey burkanib yotgan, tur va ogohlantir va Robbingni ulug'la va kiyimingni pokla va azob sababchisidan chetlan va ko'p ish qilgan bo'lsang ham minnat qilma va Robbing uchun sabr qil. Payg'ambarlik vazifasi boshlandi. Hiroda boshlangan vahiy endi insoniyatni haqiqatga, rahm-shafqatga va yagona Parvardigorga ibodat qilishga chaqirish amri bilan davom etadi. Rasululloh oyoqqa turdilar. Xadija unga qaradi va yuzida kuchli hayajonni ko'rdi. Yaqindan kelib so'radi: "Ey Abul Qosim, nega uxlamayapsiz?" "Ey Xadija, uxlash va dam olish vaqti o'tdi. Jabroil yana keldi. U Allohning buyruqlarini insonlarga yetkaz dedi." "Ya Rasululloh, Robbingiz sizga qanday buyruq berdi?" "Robbim menga uning risolatini yetkazishni, odamlarni haq yo'lga chaqirishni buyurdi. Menga kim ham ishonardi?" Shu bilan xonani jimlik bosdi. Xadijaning yuragi payg'ambarimizniki bilan bir xil urardi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Ko'p yillar avval u hamma ortidan quvgan boylikni tanlamagan edi. O'rniga Rasulullohning ishonchli qalblarini tanladi. Payg'ambarimizning birinchi kechada aytgan gaplari quloqlarida jaranglardi. "Meni o'rab qo'ying, o'rab qo'ying."
Shularning hammasi qalbida jamlanib, mana shu javobga sabab bo'ldi. Boshqa odamlardan avval, "Ya Rasululloh, menga Allohning dinini o'rgating, chunki men sizga ishonaman." Shu bilan iymon kalimasining ovozi ilk bor Xadija onamizdan eshitildi. Bu oddiy ayolning ovozi emasdi, balki butun ummatning boshlanish ovozi edi. Payg'ambar Parvardigoridan olgan ishonchini eng ko'p ishongan insoni bilan baham ko'rdi. Iymonning ilk ovozi Xadija onamizdan eshitildi. Xadija onamiz barcha iymonlilarning boshlanishi, ummatning ilk boshi bo'ldilar. Ana shu kuni birgina uyda keltirilgan iymon kalimasi milliardlarning iymoniga aylandi. Biz ilgari hech qachon amalga oshirilmagan loyihani boshlayapmiz. Sun'iy intellekt va ishonchli manbalardan olingan 100 dan ortiq ma'lumotnomalardan foydalangan holda bolalar uchun ajoyib siyrat videolarini chiqarmoqchimiz. Ma'lumki, bugungi kunda afsuski bu begunoh bolalar soxta Gollivuddan o'rnak olmoqda. Biz farzandlarimizning eng buyuk namunadan ilhomlanib, Rasulullohning yo'lidan borishlarini istaymiz. Asosan turk va ingliz tillarida bo'lgan ushbu videolar inshaalloh butun dunyo bo'ylab millionlab bolalarning qalbiga ta'sir qiladi. Biroq ushbu loyiha bilan bog'liq sun'iy intellekt, dublyaj va montaj xarajatlari juda ham yuqori. Afsuski, biz bu moliyaviy yukni o'zimiz ko'tara olmaymiz. Biz ushbu loyiha butun ummat uchun foydali bo'lishini istaymiz. Agar siz ushbu xayrli ishni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz yoki ma'lum bir qismiga homiylik qilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu uy islomning ilk boshpanasi bo'ldi. Keyin bir kuni Jabroil yana kelib, "Suv keltiring, men sizga tahorat olishni va Robbingizga ibodat qilishni o'rgataman. Shunda siz Allohga qanday ibodat qilishni bilib olasiz" dedi. Payg'ambar suv keltirdilar. Jabroil unga qo'llarini, yuzini va oyoqlarini yuvishni ko'rsatdi. O'sha kuni tahoratning har bir bosqichi birinchi marta o'rganildi. Keyin Jabroil namoz, qiyom, ruku va sajdani ko'rsatdi. Keyin Jabroil ularga imomlik qilib namoz o'qidi. Rasululloh uning orqasida, Xadija esa ularning orqasida Parvardigorlarning huzurida turdilar. Ana shu paytda tarixdagi eng barakali namoz ado etildi. Rasululloh, u zotning suyukli rafiqasi Xadija hamda Jabroil alayhissalom. Ular Robbilari huzurida birgalikda sajda qilishdi. Birinchi bora peshonalar yerga tegdi. Birinchi bora qalblar Robbilari bilan sajda orqali bog'landi. O'sha kuni atigi 2 kishi bilan boshlangan narsa milliardlab odamlar yelkama-yelka turib birgalikda ibodat qiladigan narsaga aylandi. Bir kuni Xadija yana bir bor Hiro g'origa qarab ketardilar. Yoshlari keksayib qolgan, qadamlari sekinlashgan, har oyoq bosganda qiynalar edilar. Shunday bo'lsa ham Allohning rasuliga taom keltirishdan to'xtamasdi. Shu payt Jabroil paydo bo'lib, "Xadija sizning oldingizga kelganida unga Parvardigori azza va jalla va mendan salom ayting va unga jannatda shovqin va charchoqdan xoli bo'lgan marvaridlardan yasalgan qasr xushxabarini bering" dedi. Bu ayolning jannatdagi o'rni hali tirikligidayoq tayyor qilib qo'yilgan edi. Jabroil alayhissalom va Robbisi tomonidan salom keltirilgan ayol. Chunki u o'z jonini, boyligini, qalbini Rasulullohga va dinning da'vatiga bag'ishladi. U eng og'ir yuklarni ko'tardi. Birin-ketin azob uqubatlarga chidadi va bularning barchasida biror marta ham shikoyat qilmadi. Hech qachon afsuslanmadi. Xadija islomni qabul qilganidan so'ng o'sha uy ichidan yana bir shahodat eshitildi. Payg'ambarimizning yosh amakivachchasi, ularning qaramog'ida tarbiyalangan Ali bolalik qalbining beg'uborligi bilan shahodatni qabul qildi. Ana shu yosh bolakay kun kelib islom ilmining darvozasi bo'ladi. Ancha oldin Zayd bolaligida asirga olingan edi. Keyinchalik Xadija orqali u payg'ambarning qaramog'iga o'tdi va uning mehri bilan ulg'aydi. U ham shahodat qabul qildi. Ularni na qon, na mol, balki qalblaridagi iymon hamda payg'ambarga bo'lgan ishonch birlashtirdi. Kechasi hamma yoq sukunatga cho'mganda vahiy oyatlari avval payg'ambarga, keyin esa mana shu kichik, ammo fidoyi jamoaning qalbiga jo bo'lardi.
Xadija nafaqat ana shu birinchi jamoaning onasi, balki uning eng kuchli ustuni, eng kuchli tayanchi ham edi. Bu uy islom da'vatining birinchi markaziga aylandi va u yerdan boshlab iymon yashirincha yoyila boshladi. Yer ostidagi urug' kabi u jimgina o'sib ildiz otdi. Endi da'vatni kuchaytirish kerak edi. Va so'ng yana bir buyruq nozil bo'ldi. Bu safar unga eng yaqin bo'lganlardan boshlab va yaqin qarindoshlaringni ogohlantir. Ushbu ilohiy buyruqdan so'ng payg'ambarimiz Xadija bilan gaplashdilar. Uylarida amakilari va butun Hoshim urug'i uchun taom tayyorlandi. Dasturxon yozilib, mehmonlar kutib olindi. Taomdan so'ng payg'ambar o'rinlaridan turdilar. Odamlarni o'zining muborak da'vatiga chaqirdilar va bu dunyoda ham oxiratda ham haqiqiy muvaffaqiyatga erishish yo'lini ko'rsatdilar. So'zlarini tugatishlari bilan birdan baland ovoz ko'tarildi. Bu amakilari Abu Lahab edi. U masxara qildi, xushxabarni rad etdi va qo'polligi bilan bu nurni o'chirishga harakat qildi. Birin-ketin hamma turib ketdi. Dasturxon shundayligicha qolib ketgandi. Rasululloh birinchi qadamdayoq o'z yaqinlari tomonidan qattiq aziyatga uchradilar. Ana shunda Rasululloh bu yo'ldagi eng og'ir sinovlar eng yaqin kishilari orqali kelishini anglab yetdilar. Ko'p o'tmay Alloh taolodan aniq bir buyruq keldi. Bas, senga amr qilingan narsani yuzaga chiqar va mushriklardan yuz o'gir. Da'vatning ortiq sirliligi qolmadi. Haqiqat Makka ko'chalarida yoyildi. Rasululloh yaqin qarindoshlarini birinchi marta ogohlantirganlardan so'ng endi butun insoniyatga murojaat qilish buyurildi. Bu chaqiriq ba'zilarning yuraklariga huzur baxsh etdi. Allohning kalomini eshitganlarida ko'zlari yoshga to'lib, payg'ambarning ortida iymon bilan turganlar ham bor edi. Ammo ba'zi qalblar bor ediki, ular haqiqatdan ko'ra mag'rurlik va o'jarlikni afzal ko'rdilar. Payg'ambarni xafa qilish uchun har ne bo'lsa qildilar. Os ibn Vali va Abu Jahl kabilari haddilaridan oshib shunday dedilar: Muhammadning avlodi uzildi. Uning ismini ko'taradigan o'g'li qolmadi. Vafot etganda uning nomi ham o'zi bilan birga o'ladi. Ular unutilib ketadi degan ism hozirgi kunda dunyo bo'ylab juda ham ko'p o'g'il bolalarga qo'yilmoqda. Ular uning nasabi tugaydi deyishgan edi, ammo bugun u zotning nomlari har kuni azon va cheksiz duolar bilan osmonda aks sado bermoqda. Alloh hech qachon rasulini yordam va tasallidan mahrum qilmagan. Mishmishlardan so'ng Alloh Kavsar surasini nozil qildi. Payg'ambarimizga mana bu so'zlar bilan taskin berdi. Albatta, biz senga Kavsarni berdik. Bas, Robbingizga namoz o'qing va jonliq so'ying. Albatta sizni yomon ko'rib, ayblovchining orqasi kesikdir. Kundan kunga azob uqubatlar battar og'irlashdi. Iymon keltirganlarga qarshi yangicha azob turlari berildi. Bir paytlar ko'chada hur bo'lib yurgan odamlar endi o'z yurtlarida begona bo'lib, o'z yaqinlari tomonidan azobga giriftor qilingan edi. Biz hali ham ajdodlarimizning diniga amal qilyapmiz-ku. Sen qanday qilib Muhammadning diniga ishonishing mumkin? Robbim Alloh degan so'zlari uchun ba'zilar qizigan tosh ostiga qo'yildilar, boshqalar esa issiq qum ichiga ko'mib qo'yilardi. Bilol ibn Rabohning nolalari Makka ko'chalarida aks urardi. Ahadun ahad. Ana shunday og'ir kunlarda Xadija qo'lidan kelganicha yordam qilib ularning yonida bo'ldi. U zulmning kuydiruvchi quyoshi ostida salqin soyaga aylandi. Yaralangan qalblarga malham bo'ldi. Chunki u haqiqat yo'li mana shu ekanligini bilardi. Bu Allohning ishi ekanini bilardi. Azob uqubat chidab bo'lmas darajaga yetganida Rasulullohdan xushxabar eshitildi. Habashiston, dengiz bo'yidagi xavfsiz shahar, Makka qiynoqlaridan xoli joy. Bu joy xavfsiz bo'lgani bilan, ammo ayriliq yo'li ham edi. Xadija uchun bu avvalgilarga o'xshamaydigan yangi sinov edi, chunki uning qizi Ruqayya ham o'sha kichik guruhda ketayotgan edi. Payg'ambarimiz Ruqayya va uning eri Usmon ibn Affondan birinchi muhojirlar karvoniga qo'shilishni so'ragan edi. Bolalarni go'dakligidayoq dafn qilgan ona Xadija endi uni boshqa ko'rish ko'rmasligini bilmay, boshqa bir farzandini
uzoqqa jo'natishga to'g'ri kelmoqda. Qurayshning rahim shafqati yo'q edi. Muhojirlar Makkadan bir necha kun, hatto haftalar uzoqlikda joylashgan Habashistonga ketishardi. U qizini oxirgi marta bag'riga bosib, uning hidlarini hidlab turganda ichidan nimalar o'tganini faqat Alloh biladi. Bir tomondan ularning xavfsizligini o'ylab xursand bo'lsa, boshqa tomondan endi ularni ko'ra olmasligini o'ylab siqilardi. Ularning nafrati shunchalik kuchayib ketganidan eng shafqatsiz usullarga o'tdilar. Musulmonlarni jamiyatdan butunlay ajratib qo'yishdi. Qurayshning qarori qat'iy edi. Hech kim ular bilan gaplashmaydi. Hech kim ular bilan savdo qilmaydi. Hech kim ular bilan birga quda bo'lmaydi. Shunday qilib, shafqatsiz boykot boshlandi. Ular bilan birov ko'rishmasdi. Bu xuddi o'z shaharlarida tiriklay ko'milgan bilan barobar edi. Boshqa boradigan joylari qolmagan mo'minlar uylari va xotiralarini tashlab, Shib Abu Tolib deb nomlangan tor vodiyda panoh topdilar. O'sha kuni Xadija bor yo'g'ini, har bir tangasini, har bir mol-mulkini ochlikdan aziyat chekayotgan mo'minlar uchun sarfladi. 3 yil. O'sha 3 yil davomida ana shu vodiy insoniyat tarixidagi eng dahshatli holatlardan biriga guvoh bo'ldi. Kechasi bolalarning qichqirig'i sovuq havoda aks sado berardi. Oyi, iltimos, bir burda non, shirin xurmolar esingizdami? Hech nima yo'qmi? Onalar bolalarni yupatib ko'z yoshlarini artardilar. Ammo ularning qornini to'yg'azish uchun beradigan hech nimalari yo'q edi. Hatto ichishga suv ham yo'q. Odamlar daraxtlarning bargini yeyishdi. Hatto tirik qolish uchun hayvon terisini ham yeyishga majbur bo'lishdi. Ochlik hamma yoqni qamrab oldi. Shunday bo'lsa ham Allohning elchisi va Xadija o'zlarida bor hamma narsani odamlarga ulashdilar. Har bir luqma va har bir tomchini baham ko'rib, atrofdagi qiynalayotganlarga g'amxo'rlik qilishdi. Kundan kunga oziq-ovqatlari tugab bormoqda edi. Ana shu paytlarda Xadijaning jiyani Hakim ibn Hizom bir ish qildi. Bir kuni tunda xizmatkorlari bilan birga tuyaga un ortib o'sha vodiy tomon borishdi. Endi yetib kelay deganda Abu Jahl yo'lini to'sdi. Banu Hoshimga yegulik olib ketyapsanmi? Allohga qasamki, men seni butun Makkaga sharmanda qilmagunimcha shu yerda kutasan. Shu payt esa Abu al-Buxtari buni ko'rib jim turolmay Abu Jahl bilan qattiq tortishdi va uni orqaga qaytishga majbur qildi. Shu sabab Hakim yegulikni vodiyga yetkazdi. Bor yo'g'i bir qop un. Ammo ochlikdan sillasi qurigan bolalar uchun shu ham bir olam edi. Anchadan beri qaynamayotgan qozonlari bugun yegulikka to'ldi. Kichkintoylarning yuzlariga tabassum yugurdi. Xadija nafaqat boyligi bilan, balki yaqin qarindoshlarini ham safarbar qilish orqali mo'minlarning yukini yana bir bor yengillashtirdi. Uzoq 3 yildan so'ng bir mo'jiza yuz berdi. Ka'ba devoriga osilgan cheklov yorlig'i hasharotlar tomonidan kemirilib, butunlay vayron qilingan holda topildi va Alloh taolo buni payg'ambariga vahiy qildi. Payg'ambarimiz bu haqida Abu Tolibga aytib berdi. Istasangiz Ka'baga borib yorliqni o'zingiz ko'ring. Agar jiyanim to'g'ri so'zlagan bo'lsa, unda ishni to'xtatinglar. Quraysh Ka'ba oldiga bordi. Ko'rgan narsalari ularni hayratga soldi. Shunday bo'lsa ham ular bu dalilni inkor qilishdi. Haqiqatdan ham yuz o'girishdi. Bu ham uning afsullaridan biri xolos. Lekin bu yangilik cheklovni biroz bo'lsa ham zaiflashtirdi. Makka zodagonlaridan bir nechtasi vijdonan harakatlanib, cheklovga qarshi chiqishdi. Shunday qilib, cheklov nihoyat tugatildi. So'ng musulmonlar vodiyni tark etishdi. Ha, ochlik tugadi. Zanjirlar uzildi. Ammo judolikning yuki va qarilikning alomatlari Xadijani jismonan holdan toydirgan edi. U kasal bo'ldi. Yotgan o'rnidan boshqa tura olmadi. Nafas olishga ham qiynalardi. Shuncha yillik og'irchilik sabab uning jismi butunlay kuchdan qoldi. Kasali og'irlashib, nafas olishi qiyinlashdi. Ammo
qalbida hech qanday afsus va nadomat yo'q edi. Faqatgina har bir nafasini Robbisi va uning da'vatiga bag'ishlaganidan keyingi xotirjamlik bor edi. To'shagi yonida esa uning hamrohi, o'z jonidan ham ko'proq sevgani Muhammad alayhissalom bor edilar. Xadija u zotning muborak yuzlariga qaradilar. Hayotining eng shirin damlarini esladi. U hamma narsasidan ayrildi, ammo eng katta xazinasi Allohning elchisi bilan birga bo'lish edi. Go'yo uning yuragi mana shu jumla bilan urib turgandek edi. Siz uchun onamni, otamni, mol-mulkimni va jonimni fido qilaman, ey Allohning rasuli. U zotning tabassumiga dunyolar teng kela olmasdi. U zot kulsalar dunyo go'zal bo'lib ketardi. U kishining Xadija deganlaridagi ovozi butun olamdagi barcha ovozlardan yoqimliroq edi. Lekin endi Xadija asta-sekin ketayotgan edi. Payg'ambarimizning yuragi qayg'udan yonib ketdi. Suyukli yori Xadija bilan xayrlashar edilar. Qizlari ham o'sha yerda bo'lib, eng kichigi hali go'dak edi. Fatima. Uning qalbi juda ham nozik bo'lib, jimgina yig'lab turar edi. Buni ko'rib Xadija chiday olmadi. Titroq qo'llari bilan qizining yuzini siladi. Ko'zlariga qaradi-da, shunday dedi: "Yig'lama qizalog'im. Xafa bo'lma. Ko'zlaring yoshlanmasin. Jabroil otangga nima degani yodingdami?" Xadija oldingizga kelganida unga Alloh azza va jalladan va mendan salom ayting. Va unga jannatda ichi bo'sh marvaratlardan qurilgan, shovqin va charchoqdan xoli bo'lgan bir saroyning xush xabarini yetkazing. Yig'lama qizalog'im. Jajji Fotimaning ko'z yoshlari to'xtamasdi. Yig'isi yanada kuchaydi. Onasining so'zlari ayriliq azobini yanada qattiqlashtirdi. U otasiga o'girilib, ko'zlari yoshga to'lgan, go'yo "Ota, iltimos meni yupating" deyotgandek qarardi. Rasululloh qizining dardiga sherik bo'lib, suyukli rafiqasi Xadijadan ko'zlarini uza olmas edilar. Unga juda muhabbatli edilar, unga butunlay ishonar edilar. 25 yil mobaynida ular umuman ajralmadilar. Har qadamda u zotning yonlarida edilar. U Rasulullohning Xadijasi edi. Endi esa u ruhini Robbisiga qaytarib topshirayotgan edi. Muborak yuzlarida chuqur qayg'u mujassam edi. Ammo shuningdek Allohga taslim bo'lgan qalbning aksi ham sezilib turardi. Chunki jannatda Xadijaga va'da qilingan saroylar uni kutib turar edi. Xadija Rasulullohning yuzlariga so'nggi bor qaradi. So'ng farzandlarining yuziga qaradi-da, jimgina Allohga omonatini topshirdi. Xadija eng rahmatli zot bo'lgan Robbisi huzuriga qaytdi. Faqat ortidan ko'z yoshlari qoldi. Faqatgina ushbu kalima eshitilardi: "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Albatta biz Allohnikimiz va albatta unga qaytguvchimiz. Hali tirikligidayoq Robbisidan salom qabul qilgan ayol ana shu salomning egasiga yetib borgandi. Xadija dunyodan rihlat qildi. Undan qolganlar faqatgina farzandlari emas, balki payg'ambarimiz qalbiga solib ketgan g'ayrat hamda barcha ummatlar uchun to'g'ri yo'l bo'ldi. U tarbiyalagan Zayd ismli bola bir kun kelib islom qo'shinlariga qo'mondonlik qilib, Qur'on nurini uzoq yurtlarga olib boradi. Uning qaramog'ida o'sgan bola Ali ilm darvozasiga aylanadi. Kun kelib musulmonlarning yetakchisi bo'ladi. O'z jonidan ham ko'proq sevadigan sevimli qizi Fatima poklik ramziga aylanadi. U Hasan va Husaynning onasi bo'lib, otasining naslini davom ettiradi. Payg'ambarimizning zimmasiga yuklangan islom xabari millionlab asrlardan keyin ham ko'pchilikka yetib boradi. Xadija o'lmadi, balki u Rasulullohning g'alabalarida mangu yashardi. Vafotidan ancha yil o'tsa ham Rasululloh Xadijani muhabbat va sog'inch bilan esga olardilar. Hatto oradan 10 yillar o'tib uning ismi tilga olinsa, Rasulullohning ko'zlariga yosh kelardi. Yillar o'tib Rasululloh Xadija haqida shunday derdilar: "Alloh menga undan yaxshirog'ini bermadi. Odamlar meni rad etganda
u menga ishondi. Meni yolg'onchi deyishganida haqligimga iymon keltirdi. Odamlar mendan molini man qilganida u menga bor budini berdi. Alloh menga faqat undan farzandlar berdi. Haqiqatan ba'zilarning muhabbati abadiy. Xadija Robbisining huzuriga ketgan bo'lsa ham, bu faqat tuganmas diydorning boshlanishi edi xolos. Chunki Rasululloh bilan yana uchrashadigan joy jannat bo'ladigan bo'lsa, demak ayriliq degan narsa yo'q. Shu sabab uning ismi va muhabbati payg'ambar yodida abadiy qoladi. Onamiz bizga qoldirgan narsa shu. Boylik ham, mol-mulk ham emas, balki Allohning habibiga bo'lgan muhabbati. Bu muhabbatning ma'nosi shunday: ey Allohning rasuli, toshbo'ron qilindingiz, och qoldingiz, uyingizdan quvg'in qilindingiz, ummatingiz uchun kechalari yig'ladingiz. Siz sababli mana shu xabar menga yetib keldi. Shu sabab men ham sizni yaxshi ko'raman. Mol-mulkimdan ham, bolalarimdan, hatto o'z nafsimdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Xuddi onamiz Xadija kabi u zotni sevish, sog'inish, qaniydi sizni bir marta ko'rsam, yoningizda o'tirsam va barcha dardlarimni sizga aytib bersam edi, deyish demakdir. U zotni yaxshi ko'rish har bir qadamingizda, har bir ishingizda o'zingizdan agar Rasululloh meni hozir ko'rsalar tabassum qilarmidilar deb so'rash demakdir. U kishini yaxshi ko'rishning eng katta isboti bu uning sunnatiga amal qilib, u zotning tashvishini o'z tashvishimizga aylantirishdir. Chunki u zotning sunnati, muborak yo'li oxir zamonda adashgan insoniyat uchun o'zgarmas kompas bo'lib kelgan. Rasulullohni sevish hayotingizni uning sunnatlari bilan bezash demakdir. Bilingki, Allohning roziligiga olib boradigan yagona yo'l bu uning rasuli izidan yurishdir. Endi navbat sizniki. Xadija onamizning eng katta jasorati Rasulullohga ergashish va boshqalar ikkilanib turganda birinchi qadamni qo'yish edi. Bugun bu ayolning jasoratini ko'rib qalbingizda mening birinchi qadamim nima bo'ladi degan savol bo'lishi kerak. Balki birinchi qadamingiz hijobingiz bo'lar. Bu oyna oldida turib o'zingizga bu safar albatta qilaman deb Robbingizga bergan va'dangizni bajarishdir. Balki birinchi qadamingiz namozingizdir. Bu yelkangizda xuddi og'ir yuk kabi turgan edi. Ammo peshonangiz yerga tegishi bilan hamma yoq jim bo'lib qoladi. O'sha sukunat davomida, sajda paytida nihoyat yuk deb o'ylagan namozingiz aslida sizni ushlab turgan yagona ustun ekanligini anglaysiz. Bilaman, birinchi qadamni tashlash oson emas. Ichki ovozingiz endi kech deydi. Juda ko'p xato qilgansan. Alloh seni qabul qiladi deb o'ylaysanmi? Avval ham shunday qilib tashlab qo'ygansan. Ammo shuni bilingki, Robbingiz necha marta tashlab qo'yganingizga emas, balki uning eshigi oldiga qanday qalb bilan kelganingizga qaraydi. Men qaytdim desangiz, Alloh hech qachon shu paytgacha qayerda eding demaydi. Robbimiz nima deganini unutmang. Agar bandam menga yursa, men unga qarab yuguraman. Endi birinchi qadamni qo'ying. Qo'rqmang. Chunki Alloh o'ziga ishonganlarni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Xadijaning qissasi shu yerda tugaydi, ammo safarimiz davom etadi. Inshaalloh keyingi qismda muborak onamizning hikoyasini o'rganamiz. Tushida barcha olamlarga rahmat bo'ladigan farzandning xushxabarini ko'rgan onamiz haqida. U payg'ambarimizning sevimli onasi, ikki dunyoning nuri Omina qissasi. Tayyor bo'lsangiz, u kishining qissasi bizlarni keyingi qismda kutmoqda.